Keniga nima sasvyapti? Sen bak ovqatni kuydirib qo'ydim. Oysho'nga yetmas. Nima deb o'ylaysizlar buni ishlarim? Oyimga tegmiymi? Yoz qoldiringlar. Sarog'uncha undan ko'ra Oysho'nga yetsang bo'lardi. Sizlarni ham keninglar hech qanaqa ish qilmasdan tez charchab qoladimi? Dangizni keninglarga yuborib qo'yinglar. Mana bugun ham keningmi bemaza ovqatlarni yeyishga majbur bo'lamiz. Kening siqilmay oilada o'tiradi-da. Sinem, rahmat. Har doim faqat meni xatolarim videoga olib yurasiz deb o'ylayotganman. Nima deb o'ylaysizlar? Akam keningni nima bilan urgan? 100 ta like yesa qaytadan urushtiraman. Zebaxon, menga qarang, har doim meni yomonlab chiqib, bir marta yaxshilab chiqing. Bo'ldim. Keling shunaqangi saxiy odamlarki taqib yurgan ziraylarni ham mendan qizg'anmaydilar. Bering. Bering, Instagramga qo'yaveraman. Bering. Sizlarga ham kelinglar, mana shunaqa uxlab yotadimi? Agar Menga qarang, Zebaxon, shu telefoningiz qachondir tutab, batareykasi o'tirib qoladigan vaqtdan bo'ladimi, yo'qmi? yo'q, конечно, bu yangi Honor 400 Lite-ku. Bundan tashqari AI tugmasi orqali tezkor video vizit qilsa ham bo'ladi. Uzoq muddatli batareyka, tezkor protsessor, uni ustiga AI kamera tugmachasi ham bor. O'shaning uchun men случайный videolarni tez olaman. Zebaxon, kecha siz maqtagan telefondan men ham oldim. 13-marta sovchilarim qaytib ketdi. E'timo qiling, sinem hech kim olmaydi deb. Endi qanday qilib bu yerga tegadilar? Show, it's not stop, yo.